San'at aka marhamat. Marhamat. Tabrigi mana shu yerda bo'ladi. Tabrigi bilan. San'at aka hamisha tabassumli insonsiz. Marhamat. Sizni ko'rgan insonning kayfiyati ko'tariladi. Hamisha tabassum bilan yurasiz. Ismingizni eslolmagan insonim tabassumli yigitning qo'shig'idan eshitaylik deyshadi. Tabassumli yigitdan nima eshitamiz qani? Tabassumli yigitdan tabassum beradi. Albatta, bugungi bir Sobir akam ustozni ko'rib, anchadan beri bir nima deydi, ijtimoiy tarmoqda ko'rardik. Bir davrada bo'lganimizdan juda ham xursandmiz. Ustoz sog' bo'ling, ufalarimiz, ustozlarimiz, qadrdonlarimiz, hammamiz ham omon bo'lsinlar. Men ham san'atlarni juda hurmat qilaman. Boya ham o'ziga ham aytdim. Rahmat ustoz. Insonning yaxshiligi haqidachi o'ziga aytib tursangiz, yaxshi insonligi haqida Rag'bat bo'ladi. Rag'bat ham ishiga ish, kuchiga kuch qo'shiladi. Yaxshiligini bilib turib ham tan olmaslik bu juda ham bu haligi nima deydi? Yomon hislatda. Shuning uchun bu ukamiz ham juda ham professional San'atbek, ham skripkada, ham xonanda, ham sozanda bastakorlik ham qilyapti lekin. Sobir akam ustozni qo'shiqlari yangi ijod bo'libdi, juda chiroyli bo'libdi. Yuragimizga satrar bo'libdi. Endi bugun nima deydi? Ko'rsatuvga 40 ga kirsam ham 50 da ham men sevaman desam, ayting-da siz ham. Chiroyli kirsam ham 50 da ham men sevaman desam ayting-da siz ham 40 ga kirsam ham 50 da ham men sevaman desam ayting-da siz ham tayyorman o'zim qora ko'zim shu dardli so'zim hayot sinov bersa tayyorman o'zim 40 ga kirsam ham 50 da ham men sevaman desam ayting-da siz ham 40 ga kirsam ham 60 da ham men sevaman desam ayting-da siz ham siz ham buldum avvora qolmadi chora netay ming bora biling-da siz ham sizing-da siz ham 40 ga kirsam ham 50 da ham men sevaman desam ayting-da siz ham 40 ga kirsam ham 60 da ham men sevaman desam ayting-da siz ham adavda hey faryada Xonandaga ham, raqqosalarga ham rahmat. Juda ajoyib. Mavzuga qo'l uribsan. Ha, juda.